universiteti talabalari uchun juda quvonarli, hayajonli va mas'uliyatli kun. Va murabbiylar kuni hamda tibbiyot talabalari qasamyodiga bag'ishlangan bayram kechamiz barchangizga muborak bo'lsin. Tabrik uchun so'z Turon universiteti rektori Yosif Lutfulla Habibullaevga. Ijodiy muqaddam respublikamizda atigi 76 ta oliy ta'lim muassasasi faoliyat ko'rsatgan. Bugungi kunda ularning soni 200 dan ortiq. Sihat, salomatlik, tinchlik, omonlik, oilangizda esa xotirjamlik va farovonlik tilayman. Tashabbuskorligi hamda namunaviy xulq-atvori bilan tengdoshlariga o'rnak bo'lib kelayotganligi uchun hurmatli Xurram va Nasiba Nurxuros qizi tashakkurnoma bilan taqdirlanadi. Shifokorlik kasbini egallab, tibbiy faoliyatga kirishar ekanman. O'z hayotimni, bor bilimim va mahoratimni insonlar sog'lig'ini muhofaza qilishga qasamyod qilaman. Qasamyod qilaman. Qasamyod qilaman. O'zimning bor bilimimni inson sihat salomatligiga, kasalliklarni oldini olib, baxshida qilishga qasamyod qilaman. Qasamyod qilaman. Qasamyod qilaman. Sahnamiz markaziga xushovoz xonanda, estradamizning jorqin yulduzi Jasur Mo'minovni taklif qilamiz. Marhamat. Juda ham mazmunli, hayajonli daqiqalarga boy bo'ldi. Shu munosabat bilan mana shu Turon universitetining barcha ko'chib pedagoglarini chin qalbimdan tabriklayman.